Xo'p, mavzudan chalg'ib ketdik. Agar katta lotda bitim ochsalaring, $20,000 daromad qilsalaring, bozorda nima bo'lishini oldindan bilmasalaring, $300 sarflabmi, $400 sarflabmi, zonaga kelganda, keyingi zonaga kelganda albatta agar uzoqroq muddatga, ya'ni menga o'xshab 200, 300, 400 punkt bitim ochish uchun, ya'ni daromad qilish uchun, punktlarda daromad qilish uchun bitim ochgan bo'lsalaring, zonada, ya'ni to'xtash mumkin bo'lgan zonada hedjlash, bu degani agar sell olgan bo'lsalaring, buyga zona kelgan bo'lsa, ya'ni narx zonaga kelgan bo'lsa, buyga bitim ochgan holda yuqoriga bir 50 punkt yursa agar, qaytish patterndan keyin buyni yopishlaring mumkin, sell davom etishi mumkin.